turganinglardek eski turbalardan qilingan sistemalarni olib tashlab turib, chugunli batareyalarni o'rniga yangi plasmas turbadan ikkiga panel batareyalardan sistema qilib berdik. Xo'p, bu ekonomik sistema bo'ldi. Chunki sababi buni ichida suv ob'yom ko'pligi tufayli gaz rasxoti juda ko'p bo'lardi. Endi bu yog'iga xudo xolasa gazni ekonom qilishadi, ancha tejashadi. Xo'p, bu uyda yana qilingan narsalar santexnika ishlari bilan birga kanalizatsiya ishlari ham qilindi. Ko'rib turganinglardek, Tarnoni suvlari mana shu turba orqali chiqyapti hamda tashqaridan ko'rib turganinglardek izolyatsiya bilan suv kirityapti. Xo'p, bu yerda bitta qilingan ishni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, tashqariga chiqqanda mana Tarnoni suvlari tashqariga olib chiqilgan hamda o'ra qazib turib, mana shu o'raga ketadigan qilingan. Sababi buni to'g'ridan-to'g'ri kanalizatsiyaga ulab qo'ysa ham bo'ladi, lekin bu mumkin emas. Suvsozdan kelib ancha jarimaga tortib ketishyapti. Shuning uchun biz mana shu usuldan foydalandik. Ko'rib turganinglardek o'ra qazib, Tarnoni suvlarini shu o'raga olib chiqdik. Sizlarga ham kanalizatsiya va santexnika xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol To'plidomga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib, akkuratni qilib, turbalarni tortib, izolyatsiya qilib o'tkazib beramiz. Turbalarni ko'rib turganinglardek akkuratni qilib tortilgan. Turbani tagiga polni podushkalar quyib, ikkigan ustidan mana bu rastvorlar bilan qotirib chiqilgan. Bu albatta baqot bo'lishi uchun, bilasizlar, agar yerda turadigan bo'lsa, yer namgarchilik bo'lgandan keyin cho'kish ehtimoli juda katta. Cho'kkandan keyin turbalarni urvinga olingani o'zi kanalizatsiyada 1 metrga 1 santimetr bo'ladi. Uje urvin buzilib qoladigan bo'lsa, uje kanalizatsiya tiqilishiga to'g'ri keladi. Ertaga keyin troslar tiqib tozalanadigan bo'lsa, bilasizlar, plasmas turbalarga shikast yetishi mumkin. Shuning uchun biz hammasini mana shunaqa tegini podushkalarni quyib, ustidan rastvorlar bilan qotirib, o'ynamaydigan qilib yaxshilab qilindi. Inshaalloh agar sizning uyingizda ham mana shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.